Assalomu alaykum hurmatli Instagram, Telegram obunachilari, hurmatli Sariosiyoliklar. Bugun ko'rib turganingizdek Sariosiyo tumanidagi tibbiyot birlashmasidamiz. Vaholanki 16 yoshga to'lgan Didor mahallasida, Sariosiyo tumani Didor mahallasida yashovchi fuqaro Azizbek Hamrayev kuchli buyrak almashtirish jarrohlik amaliyotini boshdan o'tkazish kerak. Hammalaringizdan bitta narsani iltimos qilib so'rardik. Mana bugungi Qurbon hayiti munosabati bilan samimiy chin qalbimdan muborakbod etaman. Biz Azizbekni kelajakka yaxshi bir O'zbekistonning koriga yaraydigan inson bo'lib yetishishiga albatta hammamiz hissamizni qo'shishimiz kerak deb o'ylayman. Ota-onasi, mahalladoshlari, mana Azizbekni o'zini ko'rib turibsiz, guvoh bo'lib turibsiz. Hamma fuqarolarimizdan, hamma mahalladoshlarimizdan, tamom Sariosiyoliklardan, qolaversa butun O'zbekiston xalqidan